لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Qur'on va hadisdan ma'lumki, jannatning 8 darvozasi bor. Odamlar amallariga qarab ulardan biridan chiqishadi. Ular namoz darvozasi, jihod darvozasi, sadaqa darvozasi, rayyon darvozasi, haj darvozasi, kechirimlilar darvozasi, imomlar darvozasi va zikr darvozasi bor. Mo'minlar o'zlarining martabalari va Alloh huzuridagi mavqelariga ko'ra jannatning 7 qavatidan birida bo'ladilar. Ular Al-Firdavs, Adn, Naim, Dorul Xuld, Al-Ma'va, Dorus Salom va Illiyun. Xo'sh, agar jannatning darajalari har xil bo'lsa, unda qanday qilib eng yuqoridagi kishi eng pastdagi kishi bilan birga bo'lishi mumkin? Badiuzzamon Said Nursi buni payg'ambarimiz alayhissalomning hadisi bilan go'zal tarzda bayon qilgan. Kishi jannatda o'z rafiqi bilan bo'ladi. Xuddi shunday, agar biz jannatda bir dasturxon atrofida o'tirsak va do'stimiz bilan bir xil taomni yesak ham, har birimiz oladigan zavq baribir har xil bo'ladi. Lekin hech kim shikoyat qilmaydi. Hamma o'zida bor narsadan rozi bo'ladi. Hech kim yuqori martabada bo'lmaganidan xafa bo'lmaydi, chunki aytganimizdek, har qanday salbiy yoki xafa qiluvchi tuyg'u ularning qalbidan olib tashlanadi.